Bu hech narsa emas. Hop, yiqildi, oyog'ini o'tkazdi, sal turtib yubordi. Tark etmoqda, 10 kishi bo'lib qoldik. Hop, bu nimaga ta'sir qiladi? Endi tushunarli nima deyapti Ismoilov, bo'ldi, boshqa gapim yo'q deyapti Islom Ismoilov. O'zing yog'iga javob beradi. Ko'z yoshlari bilan Nurbek chiqib ketyapti. Hech qisi yo'q. Ha. Nurbek Sarsenbayev musobaqani zo'r o'tkazgan futbolchilar bor o'sha. Raqibda imkoniyat. Qaror hakam jarima zarbasi berilsa kerak, chunki tashqari deydi. Endi buni skop. Nima bu do'stlar? So'nggi umid foli deb baholandi. Hakamga topshirmoqda Ismoilov. Hakamga. Qo'shimcha taymlar yo'q. Turib berib, mayli hujumga bora olmasmiz. Turib berib, penaltilarni yutib ketamiz nasib. Mana hozir Ismoilov ham qo'llab-quvvatlayapti. Bu kerak. Yosh futbolchilar, ularga bo'layotgan voqealar. Saidmurodov ham tushdi. Endi 14 bo'lganda Shomurodov familiyasi xayolimizga keladi. Bu Saidmurodov. Hozir pressing qilishyapti yigitlar. Yaxshi. Aliyev bor. Yo'q, kerak. Bu yerda oxirgacha borgan va Yazid. Mana. Stop kadr. Penaltilar orqali yutib ketamiz deganimda ko'plikda mana bu penalti bo'lishini bilmagandim, lekin bunaqa variantga ham rozimiz. Siz qanday qaror qabul qilasiz? 4 burchak chizadi. Hali ham penalti! Sharakimov. Sen uchun biz hayajonlanamiz, sen hayajonlanma. Zarba! Afsuslar! Aynan Rustamjonov katta sahnaga chiqyapti, boya aytganimizdek. Vaqtni cho'zmayapmiz. Yo'q, hujumga. Bu o'zbekcha futbol mana shunaqa bo'ladi. O'rgan Saudiya, Hasanov o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. Darvozalash! Gol! Hasanovni butun dunyo ko'ryapti. Mana Hasanov. Hamma his etyapti. Mana ko'ram, darvozabonimizni darhol boshlaganiga respekt. Bu assist do'stlar, bu Edersoncha assist bo'ldi bu. Qarang qanday o'tib ketdi Sadriddin. Oyoqlar orasidan. Va yana bitta. Oyoqlar orasidan. Hozir Mo'minxon oldi. O'zbekiston Osiyo chempioni!